Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli O'zbekistonda barcha sohalarda o'sish kuzatilmoqda. Sanoat, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, bank, moliya va boshqa sohalarda ham yuqori marralarga erishilmoqda. Bularning barchasida Agrobank aksiyadorlik tijorat banki ham faol ishtirok etib kelmoqda. Hatto ekotizim sohasida ham qator loyihalar amalga oshirilyapti. Zero maqsadlar mushtarak. Mamlakat iqtisodini ko'tarish, aholini daromadli mehnat bilan bandligini ta'minlash hamda tadbirkorlikka jalb qilish. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi amalga oshirib kelinmoqda. Kambag'allikni qisqartirish va ishsizlikni keskin kamaytirish yo'lidagi bu ezgu tashabbus o'z samarasini beryapti. O'rganishlarga ko'ra, hududlarda aholi tomorqalari va bo'sh turgan yerlarda mevali daraxtlarni ekish orqali ham minglab aholini band qilish mumkin. Joriy yilning 23-yanvar kuni davlat rahbari tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Agrobankka xurmo va anjir yetishtirishni kengaytirish bo'yicha topshiriq berildi. Topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida kam ta'minlangan va ko'chat ekuvchi aholi xonadonlariga anjir hamda xurmo ko'chatlarini ekish bo'yicha yangi tizim ishlab chiqildi. Birinchi navbatda Agrosanoatni rivojlantirish agentligi bilan Agrobank vakillari joylarda xurmo va anjir yetishtirish holatini o'rgandi. Tanlab olingan hududlarda hosildorligi yuqori va eksportbop xurmo va anjir ko'chatlari ekilishi rejalashtirildi. Nega aynan xurmo va anjir? Negaki ikki mevali daraxtlarning hosilidan mo'maygina daromad olish mumkin. Masalan, anjir bir mavsumda kamida 2 marta hosil beradi. Hosilga kirgan bir tub anjirdan 10-40 kilogramgacha hosil olish imkoni bor. Shuningdek, xurmo daraxtining yaxshi xususiyatlaridan biri xarajati kam, kasallikka chidamli hisoblanadi. Bir xonadonda kamida 10 tubdan xurmo ko'chati bo'lsa, har bir tubdan o'rtacha 70-80 kilogramdan hosil olish mumkin. Endi bir oilaning 1 yillik daromadini hisoblab ko'ravering. Mana nima uchun bu mevalar tanlab olingan. Shu sababli yangi tizim asosida hududlarda anjir va xurmo ko'chatlarini ekish ishlari boshlab yuborildi. Tabiiyki, asosiy masala mablag'ga borib taqaladi. Prezidentimiz moliyaviy manbalarni ham belgilab bergan bo'lib, ko'chatlarni o'z vaqtida yetkazib berish uchun zarur bo'lgan 36 milliard so'm mablag' Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan moliyalashtiriladi. Nafaqat yetkazib berish, balki hosilga kirgunga qadar agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish uchun avans mablag'lari ajratib boradi. Respublika bo'yicha aholi tomorqalaridan samarali foydalanish, qo'shimcha daromadini oshirish, bandligini ta'minlash maqsadida tanlab olingan 200 mingta xonadonning har biriga 10 donadan jami 2 million dona xurmo va anjir ko'chatlari yetkazib beriladi va ekish ishlari amalga oshiriladi. Bunda Agrobankka biriktirilgan qariyb 1850 ta mahallalarda 100 mingta xonadonga anjir va xurmo ko'chatlari ekiladi. Namunali xurmo va anjirga ixtisoslashgan ko'chalar tashkil etiladi. Topshiriqlar ijrosini ta'minlash yuzasidan birinchi navbatda 5 ta hududda Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo va Jizzax viloyatlaridagi 100 ming xonadonga 1 million dona ko'chat yetkazib beriladi. Bugungi kunga qadar 270 mingdan ziyod anjir va xurmo ko'chatlari yetkazib berildi. Muhtaram prezidentimiz topshirig'i bizning mahallamizdan boshlanib ketdi. Har bir xonadonga anjir, xurmo ko'chatlari. Mana Agrobank tomonidan bizning mahallamizga hozir xurmo ko'chatlari keldi. Xurmo ko'chatlarini olishni ko'rdingiz, aholimiz xursandchilik bilan olib har qaysi xonadoniga ekib daromad topishadi. Hozirgi tarqatilgan bu xurmo ko'chatlari bizning mahallamiz uchun, xonadon egalari uchun juda qulay bo'ldi. Aholimiz oilasiga, o'zini manfaatiga qo'shimcha daromad bo'ladi. Aholi xonadonlariga hududning ixtisoslashuviga mos yuqori daromadli mevali xurmo va anjir ko'chatlar Agrosanoatni rivojlantirish agentligi mahalliy hokimliklar bilan birgalikda tizimli ravishda yetkazib berilib, ekilishi ta'minlanmoqda. Bizning tumanimizga ham anjir va xurmo ko'chatlari yetib keldi. Viloyat hokimligi, tuman hokimligi va Markaziy bank, qolaversa Agrobank birgalikda seminar tashkil qilib, mutaxassislar tomonidan seminarda ekish jarayonidan tortib hosil olish jarayonigacha bo'lgan jarayonlar tushuntirib berildi. Mana hozir ekish jarayoni bo'layotgan joy bizning tumanimizning Kattaming mahallasi joylashgan bo'lib, yoshlarga ijara tariqasida berilgan maydon bo'lib, 5 gektar maydon. Bu yerga to'liq hozir anjir ko'chati ekilyapti. Prezidentimizga rahmat. Mana shunchalik mahallamiz hamma joy obod bo'lib, daraxtlar ekilib qoldi. Xonadonimizga Agrobank xodimlari kelib, saralangan yaxshi urug'lar anjir bilan xurmo ekib beryapti. Turkiyadan kelgan yaxshi hosilligini ekan, juda ham xursand bo'ldik bundan bizlar. 10 tup xurmo, 10 tup anjir ekildi. Bu daraxtlardan hosil olish niyatimiz bor. Mutaxassislar faqat ekib berish bilan cheklanmaydi. Fuqarolarga mahalla bankirlari tomonidan qo'llanma materiallar tarqatiladi. Bundan tashqari fuqarolar fermerlar maktabi platformasida o'qitiladi. Onlayn maslahatlar berib boriladi. Ushbu platformada sohadagi yuqori natijalarga erishgan usta dehqonlarning ilg'or tajribalariga asoslangan video darsliklar joylashtiriladi. Bundan tashqari edu.fermermaktab.uz platformasida anjir yetishtirish va xurmo yetishtirish mavzu
mavzularda video darsliklar ham tayyorlangan. Eng asosiysi, hududlarda anjirning xorijiy navlari ham ekiladi. Masalan, Turkiyadan mamlakatimizga 50 ming dona yuqori hosilli anjir ko'chati olib kelish rejalashtirilgan hamda turklar tajribasini xonadonlarda tatbiq etish uchun yuqori malakali xorijiy mutaxassislar jalb qilinadi. Faqat bu bilan cheklanib qolmasdan, xurmo mevasini quritib sotish yo'lga qo'yiladi. Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda Yaponiya tajribasi asosida xurmo mevasini quritish orqali aholi daromadlarini oshirishga o'rgatiladi. Bu qo'shimcha daromad degani. Hozirgi vaqtda ushbu institutda xurmo mevasini hiyakume, limonli navlaridan mayiz va chipslar tayyorlash loyihasi amalga oshirilmoqda. Kelgusida mahallalarda kooperatsiya asosida xurmo chipsi tayyorlash rejalashtirilgan. Yana bir muhim yangilik. Anjirdan ko'proq va bir necha marta hosil olish maqsadida issiqxonalarda yetishtiriladi. Samarqand viloyati Bog'i baland anjirlari fermer xo'jaligida tajriba sifatida sovuqdan saqlash va yiliga 3 marta hosil olish maqsadida 4-5 sotixlik issiqxonalar tashkil etiladi. Yana bir muhim tomoni, xonadon egalaridan ortiqcha ovoragarchilik talab etilmaydi. Gap shundaki, xonadon kompaniya ishlab chiqarish zanjirli tizimi yo'lga qo'yiladi. Mahsulot yetishtirishdan boshlab sotishgacha bo'lgan jarayonlarni to'liq qamrab oladi va kafolatli sotib olish tizimi yaratiladi. Natijada minglab aholining bandligi ta'minlanadi va doimiy daromad manbaiga ega bo'ladi. Davlat rahbarining maqsadi ham shu aslida. Odamlar bugunidan rozi bo'lib yashasin.